hozir hamma ko'rinishga ko'p e'tibor beradi. Uyini bezaydi, kiyimini yangilaydi, telefonini almashtiradi. Boshqalarga chiroyli ko'rinish uchun harakat qiladi, hatto ortiqcha narsani ham oladi. Lekin ko'nglini tartibga solishga kelganda vaqtim yo'q deydi. Bir oz yolg'iz o'tirib, o'zini tinglashga ham sabr qilmaydi. Ichida nima borligini bilmasdan tashqarini tuzataman deydi. Gap shunda bolam. Ko'ngli chalkash odamning hayoti ham baribir chalkash bo'ladi. Iching joyiga tushmasa, tashqi tartib uzoqqa bormaydi.